Bir kishi senga zulm qilganda undan qasos olma. Aksincha, uzoqdan tomosha qil. Qadar hisobni ko'rishda tengsizdir. Erkakning omonati. Oysha xonim jajjigina moviy ko'zli qizalog'ini bag'riga bosdi. Onalik baxtiga yetkazgan Alloh taologa shukronalar aytdi. Shu onda o'tmishga nazar solib, beixtiyor bolalik chog'larini, mehribon buvisini xotirladi. Buvisining hovlisini, ulg'aygan qadrdon uyni ko'z o'ngida gavdalantirdi. Oddiygina suvalgan devorli xonadon 2 qavatli bo'lib, keng, yam-yashil maskanda joylashgandi. Oysha bu go'shani judayam yaxshi ko'rar, bolalik chog'larida dugonalari bilan yugurib, mazza qilib yayrab o'ynar edi. Keng hovlisining chetida kichkinagina taxtali chayla bo'lib, Oysha xomush tortganda bu chaylaga berkinib olardi. Ulg'aygach esa bu chayla Oyshaning tashvishlarini artadigan maskanga aylandi. Adananing chekka qishloqlarida ulg'aygan Oysha, kindik qoni to'kilgan bu tuproqlarga mehri o'zgacha edi. Oysha buvijonisi bu yorug' dunyoni tark qilgunga qadar tashvishlarsiz, xotirjam hayot kechirdi. Faqatgina uning qalbiga xira tortib turgan parda ota-ona mehridan judoligi edi. Oysha xonim jajji Humayroni bag'riga bosar ekan, bu go'zal qizalog'i ota-ona mehridan judo bo'lmasligini so'rab Allohga nola qildi. Ota-onasi haqqiga biror nima eslashga harakat qildi. Biroq qanchalik urinmasin, ota-onasi borasida hech nima eslay olmadi. Oysha xonim endigina 2 yoshni qarshilagan vaqtda mehribon ota-onasi avtohalokat sababli bu yorug' dunyoni tark etishdi. Buvisining qaramog'ida qolgan Oysha hayoli, iymonli, oqila qiz bo'lib ulg'aydi. Farzand dog'ida kuyib, jigarbandining firog'ida bo'zlab qolgan hokisor ona nabirasi Oyshaga bor mehrini va go'zal tarbiyasini berdi. Allohni tanitdi. Yillar o'tar, Oysha aqlli, farosatli qiz bo'lib ulg'ayardi. Farzandining firog'ida bo'zlagan ona nabirasi Oyshaning kamolini ko'rishni, uni o'zi kabi aqlli, farosatli yigitga turmushga uzatishni, qizidan qolgan omonatni o'z egasiga eson-omon topshirishni so'rab Allohga duo qilardi. Ammo zinhor bu yolg'onchi dunyoda o'likdan jon, gadoydan sadaqa, xasisdan nasiba so'rama. Nimaiki so'rasang faqat Allohdan so'ra. Bersa ne'mat, bermasa hikmatdir. Oysha buvisidan eshitgan bu oltinga teng so'zlarni hayot qonuni qilib olgandi. U buvijonisini qattiq hurmat qilar, ko'rsatgan mehribonchiliklari va bergan go'zal tarbiyasi uchun undan minnatdor edi. Oysha o'rta maktabni tugatish arafasida ham otalik, ham onalik vazifasini bajarib, mehrini ayamagan buvijonisidan ayrildi. Uning dunyosiga o't tushdi. Jizillab yonayotgan qalbiga to'zim so'rab, lablari tinmay, biz Allohnikimiz va albatta unga qaytguvchimiz, deya o'ziga tasalli berardi. Yoshgina Oyshaning jismi-yu qalbiga bunday ulkan sabrni bergan Alloh taolo buyuk zotdir. Sabr. Naqadar buyuk so'z. Bu birgina so'zning negizida olam ma'no mujassam. Sabr bu to'fondan keyingi sokinlik. Sabr bu qurib qaqshab yotgan cho'lning xushbo'y gullarga, shirindan shakar mevalarga to'la bog'u urug'larga aylanishi. Sabr bu mashaqqatdan keyingi rohat. Sabr bu yig'i to'la ko'zlar o'rniga paydo bo'lgan mayin tabassum. Va oxir oqibatda sabr ishq dengiziga tamoman g'arq bo'lishingdir. Oysha buvisining vafotidan so'ng tog'asini qaramog'ida qolgandi. Tog'asi yoshgina qizning bu qadar sabrli, matonatli ekandan hayratlanar, bunday farosat murg'akkina qizga qayerdan va qanday qilib berilganiga aqli yetmasdi. Tog'asi uni tarbiyali, aqlli va mehnatsevar qiz bo'lgani uchun juda yaxshi ko'rar. Onam va opamdan qolgan yodgorim der. Uni ko'zlariga qaraganda opasini eslar, sabr va toqatini onajonisiga o'xshatardi. Ammo ayoli Gulruh esa aksincha, Oyshani xushlamas, farzandlari u kabi zukko emasligidan ichi yonardi. Uning Oysha qatori bo'lgan qizi Oyshadek go'zal, aqlli emasligi uning ichiga o't yoqardi. Ha, Gulruhning qizi Narmin
betga chopar va tarbiyasiz edi. Narmin va Gulruhning dastidan sho'rlik Oyshaga kun yo'q edi. Qizi Narminga o'ziga yo'q bo'lgan xislatlardan nasihat qilishga urinar. Narmin esa bu nasihatlarni parvoyaga olay demasdi. Oysha bo'lsa o'zgacha qiz edi. Shu sababli uni tezroq turmushga berib, undan qutulish payiga tushib qoldi. Gulruh uchun eng alamlisi Narminga hali birorta sovchi kelmay turib, Oyshaga o'qimishli, madrasa ko'rgan yaxshi xonadonlardan sovchilar kelardi. Tabiiyki, Gulruh bu sovchilar haqida eriga og'iz ochmadi. Ammo Gulruh erini aldab-avrab hali 18 ga kirmagan go'zal Oyshani ko'z yoshlariga ham qaramay, mahallaning bezori yigitlaridan bo'lgan Solih beyga uzatib yuborishga ko'ndirdi. Oysha taqvoli, Solih yigitga turmushga chiqishni orzu qilgan bo'lsa-da, taqdirga ko'ndi. Isyon qilmadi. Bundan ham bir hikmat izladi. Bu jonisining unga bersa ne'mat, bermasa hikmat degan so'zlarni yodga oldi va qadarga taslim bo'ldi. Bu dunyo inson uchun g'urbatdir. Yurt istagan Alloh tomonga qochsin. Qadarga taslimiyat. Oysha endi kelinchak. Nima bo'lganda ham u yangi xonadoniga yaxshi niyatlar bilan ilk qadamlarni tashladi va atrofni kuzatdi. Yangi uyi qanday ekaniga qiziqdi. Xuddi buvisining hovlisi kabi fayzli bo'lishidan umidlangan holda nigoh tashladi. Xuddi qizlik uydagi kabi keng hovli. Binolari buvisining xonadondan ozgina yangiroq bo'lsa-da, biroq undagi fayzni bu yerda ko'rolmay yuragi g'ashlandi. U faqat va faqat yaxshiliklarni o'ylashga urindi. Oysha Solih beyni oldindan tanirdi. U haqida ajoyib fikr bildira olmasa-da, to'ydan keyin oilali bo'lib bosilishdan umid qildi. Yoshgina Oyshaning boshqa chorasi ham yo'q edi. U faqat sabr qilishga, uni yaratgan shu taqdirni o'z hikmati bilan munosib bilgan hojasiga isyon etmaslikka qaror qildi. To'ydan so'ng yoshgina Oyshaning nozik yelkasiga og'ir mashaqqatlar yuklandi. Oysha sinovlar girdobida qolsa-da, iymoni sog'lom va mustahkam bo'lib, barcha mashaqqatlarni kulib yengishga harakat qildi. Alloh bergan har bir kundan hikmat izladi. Shunday og'ir kunlarning birida Oysha xonim ajib bir tush ko'rdi. Kimdir uni qo'llaridan tutib ajoyib olamga yetakladi. Bu olam juda o'zgacha, hech ham dunyomizga o'xshamasdi. Ko'z ilg'amas darajada keng, yam-yashil, ko'kalamzor, turli xil go'zal va xushbo'y gullarga to'la edi. Oysha xonim to'xtamasdan ichkarilab borar ekan. Borgan sari uni sokinlik, xotirjamlik churg'ab olar, barcha dard-alamlardan forig' bo'lar edi go'yo. Shu vaqt atrofini ajoyib go'zal mavjudotlar o'rab olishdi va bir-birlariga qarab, "Bu Oysha, bu Oysha" deyishardi. Oysha xonim bu mavjudotlarni farishtalar bo'lsa kerak deb o'yladi. So'ng Oyshani uchar otga mindirib atrofni kezdirishdi. Oysha bularni tushda emas, xuddi o'ngida ko'rayotgandek rohatlanar. Bu olamdan ketishni aslo istamasdi. Shunda unga qaytar vaqti bo'lganini bildirildi. Oysha ulardan bu qanday joy, qanday olam ekani haqida so'rab, "Sabrlilar jannatdadirlar" javobini oldi. Shu vaqt Oysha xonim jajji qizalog'ining yig'i ovozidan uyg'onib ketdi. Xayollar ummondan so'zib chiqdi va ohista, "Buvijonim, otajonim, onajonim, qani endi yonimda bo'lsangiz", deb xo'rsinib qo'ydi. Oysha xonim shiringina qizalog'iga ism qo'yish haqida o'ylar ekan. Nabiyimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hayotlarini xayolan ko'z oldiga keltirdi. Saodat asriga qayta-qayta nazar soldi. Butun ummatga onalik maqomiga erishgan onalarimizni, dunyoga go'zal o'rnak bo'lgan sahobiya ayollarning ismlarini birma-bir xayolidan o'tkazdi. Shu onda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'z ayollariga bo'lgan muhabbatlari haqida o'ylab qoldi. U zot sallallohu alayhi va sallam hech qachon ayollarga hurmatsizlik qilmas edilar. Agar uylarda taom hozirlanmay qolsa, "Men bugun ro'za tutaman" der edilar. Ha, qanday ham ulug' va muhtasham xulq. Bunday muhabbat Oysha xonim uchun orzu va armon. Solih bey Oysha xonimni odam o'rnida ko'rmas, muhabbat neligini bilmas kishi edi. Ammo Oysha xonim buning uchun ko'p kuyinmas, iztirob chekmasdi.
Allohdan Soliqbey uchun faqat va faqat hidoyat so'rardi. Allohga bo'lgan ishqi uni tubsiz jarliklardan yuksakliklarga, zulmatlardan nur sari olib chiqardi. Oysha xonim o'ziga juda go'zal ism qo'yilgani haqida o'yladi. Ummat ayollariga muallima, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning suyukli ayoli Oysha radhiyallohu anha. Shu so'zlarni aytdi-yu, qalbi yorishib ketdi. Ko'zlari chaqnadi va jajji qizalog'iga yaqin kelib, quloqchasiga pichirladi. Sening isming Xumayro. Gunohning kichikligini emas, kimga osiy bo'layotganingni o'ylagan. Qalbning nafasi Allohning zikridir. Xumayro endigina 17 ga qadam qo'ygan kibrli, mag'rur qiz. U onasi Oysha xonimga zarracha ham o'xshamas. Uning bunday holga kelishiga otasi Soliqbeyning hissasi juda katta. Xumayro har doimgidek onasini xafa qilib, jahl bilan xonasiga kirdi. Eshikni qulfladi va yotoqqa o'zini otdi. Oysha xonim 17 yoshda qanday edi-ya? Xumayro qanday? Odamni ishongisi kelmas. Hattoki ularni ona va qiz ekaniga shubhalanardi kishi. Xumayro xonasida jahl ustida o'tirar ekan. Onasi Oysha xonim juda ko'p takrorlab yuratgan bir oyat uning yodiga keldi. Kim bir yaxshilik qilsa, 10 barobar qaytarilur. Kim yomonlik qilsa, unga faqat qilganiga yarasha jazo yozilur va unga zulm qilinmas. Qiziq, nega birdan bu oyatni esladi? Tan olgisi kelmasa-da, onasini qilgan nasihatlar uning miyasiga quyilar, amal qilmasa-da, qalbiga joylashib olardi. Xumayro kimga, qachon yaxshilik qildi o'zi? Eslolmadi. Yomonlikchi. O'ylagisi, tan olgisi kelmadi. Yaxshilikni birovlarga qilishni qo'ya turaylik. Hatto o'z onasiga ravo ko'rmaydi-ku. Hech bo'lmasa xotirjam yashashiga qo'ymaydi. Xumayro ilgari bunday emasdi. U onasidan saboq olardi. Bu holat Xumayro 17 yoshga yetgunga qadar davom etdi. Otasi Soliqbeyning qiliqlari, beo'xshov xatti-harakatlari, onasiga qilgan zulmlari Xumayroning tarbiyasiga, ruhiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatmay qolmadi. Uni butkul o'zgarishiga, kimsasiz olamga tushib qolishiga sababchi bo'ldi. Xumayro kursiga cho'kkan holida xayolan bolaligiga qaytdi. U kichikligida oyijonisidan erkalanib, "Oyijon, nega ismim Xumayro?" deb so'rardi. Oysha xonim unga, "Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sollallohu alayhi va sallam suyukli ayollari Oysha onamizni Xumayro deb erkalaganlar. Ma'nosi qizil yugurgan oq yuzli ayol degani. Oppoq qizim" deb javob berardi. Oysha xonim Xumayroga saodat asri davri haqida o'qib berar, Payg'ambarimiz alayhissalom va sahobalar bilan tanishtirardi. Sahobalarning go'zal xulqlaridan qattiq ta'sirlangan jajji Xumayro onasiga, "Nega otam ularga sira o'xshamaydi onajon?" derdi. Oysha xonim esa, "Alloh xohlagan kishisini hidoyat qiladi bolajonim", deb qo'ya qolardi. Xumayro esini tanibdiki, onasi ko'z oldida xo'rlandi, kamsitildi, kaltaklandi. Onasining ko'z yoshlariga g'arq bo'lganiga guvoh o'laroq ulg'aydi u. Xumayro onasining ibodatga, itoatga, bobo va buvisining xizmatida doimo shay turganini ko'rar. Evaziga esa otasidan faqat kaltaklar yeb, haqoratlar eshitib yurganiga kichkina aqli hech yetmasdi. Bobosi va buvisi shundoq oqila kelinining azoblar ostida qolganiga qattiq kuyunar. Yakkayu yagona farzandlari noqobil bo'lib chiqqandan yurak bag'irlari tilka pora bo'lardi. Yoshlari ancha keksayib qolgan bechora ota-ona ojiza kelinini himoya qila olmas. Noqobil farzandga so'zlari o'tmasdi. Oysha xonim esa faqat va faqat sabr qilardi. Xo'sh, sabr o'zi nima dersiz? Sabr degani shumi? Hamma narsadan o'zimizni mahrum qilishmi dersiz? Bu qanchalik to'g'ri dersiz? Sabrni har kim har xil tushunadi. Oysha xonimning bu sabri mashaqqatlar qarshisidagi sabr edi. Oysha xonimning qalbida shunday bir ilohiy ishq bor ediki, bu muhabbat har qanday mashaqqatlarni kuydirib kul qilib yuborardi. Oysha xonimning dardi yovuz er zulmidan qutulish emas, uning yagona tashvishi ana shu ilohiy ishqni qalbida abadiy saqlab qolish edi. Ha,
Oysha xonim bu ishq uchun kerak bo'lsa hamma narsadan o'zini mahrum qilishga ham tayyor edi. Qolaversa u qaynona-qaynotasini hurmat qilar, juda e'zozlardi. Qizalog'i Humayroning dunyoga kelishiga sabab bo'lgan bu insonga Allohdan faqatgina hidoyat so'rardi. Oysha xonim erining qiliqlariga ko'pam e'tibor bermas. U o'zining xato kamchiliklari bilan mashhur bo'lardi va ularni to'g'irlash, qizalog'iga qanday bo'lmasin go'zal tarbiya berish, qadriyatlarni unga singdirish, shunday o'y-xayollar bilan yashardi. Bir kuni oyoqda turolmaydigan darajada sarxush bo'lib kelgan Solihbey sho'rlik Oysha xonimni boshiga zarb bilan urdi. Ayol zarbaga dosh berolmay behush holda yiqildi. Humayro qattiq qo'rqib ketgandan aqldan ozgandek bor ovozda qichqirdi. Bir zumda to's to'polon ko'tarildi. Bobo va buvisi jon holatda yugurgancha kelishdi. Kelinini bu holatda ko'rgan buvisini yurak xuruji tutdi. Shovqin surondan yordamga chiqqan qo'shnilar darhol tez yordam chaqirdi. Tez yordam kelgunga qadar Humayro buvijonisidan ayrildi. Onasi esa hali ham hushsiz yotar, yuragi arang urardi. Tez yordam yetib kelib darhol ularni shifoxonaga olib ketdi. Humayro shunchalik qo'rqqan, shunchalik qattiq qichqirgan ediki, bir kechada yoq ovozidan ayrildi. Bir kechada ham buvisidan, ham ovozidan judo bo'lgan Humayro hech kimni ko'rishni istamasdi. Solihbey bo'lsa sarxushligi tarqab, bir burchakda bukchayib olgancha boshni changallab o'tirardi. Humayronning ovozini yo'qotgandan bexabar qo'shnilar uni uylariga olib kelishdi. Oysha xonim shifoxonada bazur o'ziga keldi. Arang ko'zlarini ochdi. Shu zahoti yoq qaynona-qaynotasi va Humayroning ahvolini so'radi. Xabar olish uchun kelgan qo'shnilar unga qaynonasini olamdan o'tganini aytishdi. Oysha xonim qaynonasi uchun qattiq kuyinib yig'ladi. Mushtipar ona noqobil farzand dog'ida ado bo'lganiga achindi. Allohdan qaynonasini mag'firat qilishini so'rab, uning haqqiga duolar qildi. Qo'shnilar bo'lsa, xafa bo'lmang qo'shnijon, Allohning irodasi ekan. Qaynotangiz va qizingiz sog' salomat. Faqat Humayro qo'rqib ketgandan hech kim bilan gaplashmayapti, deyishdi. Qo'shnilar tegishli muassasalarga Solihbeyning ustidan shikoyat qilish kerakligini aytishdi. Bunga javoban Oysha xonim, zaif odamlar qasos olishadi, kuchlilar esa kechirishadi. Aqlli kishilar e'tibor berishmaydi. Bu so'zlarim bilan aqlliman, kuchliman demoqchi emasman. Shunchaki kechirmoqchiman. Allohga havola qilmoqchiman va u kishi uchun hidoyat so'rayman, dedi. Shifokorlar muolajalardan so'ng Oysha xonimning uyiga ketishiga ruxsat berishdi. Qizalog'ini sog'inib so'lib borayotgan sho'rlik ona qush kabi uyi tomonga uchdi. Tezroq kulbasiga yetsa-yu, qizalog'ini to'yib hidlasa, yanoqlardan o'psa. Darvozadan kiriboq ko'zlari Humayroni qidirdi. Qizaloq arg'imchoqda xayol surib o'tirgan edi. Onasini ko'rib ko'zlari chaqnab ketdi. Ammo bu holat uzoqqa cho'zilmadi. Mamnuniyat o'rnini g'amginlik, ma'yuslik egalladi. Oysha xonim bu holatdan ajablandi va Humayro tomonga yugurdi. Onajonisini ko'rganda polapon qushcha kabi qanotlarini yozib keladigan Humayro bu safar joydan ham jilmadi. Negadir Oysha xonimdan o'zini olib qochdi. Onaizor qizning ruhiy holati yaxshi emasligini tushundi va biroz muddat uni bezovta qilmaslikka qaror qildi. Bu orada Solihbey ham bir nimalar bilan ovora bo'lib, ayolini turtkilamay qo'ydi. Ammo Oysha xonim har qancha muolajalar olganiga qaramay, boshi qattiq og'rir, ba'zida qattiq qisib qolardi. Shunday kunlarning birida ayol eridan Shayx Salimning ziyoratiga borishi uchun izn so'radi. Solihbey esa unga javoban: "Ha, bor shu shayxni oldiga. Bilmadim, shu qari choldan nima topgansan? Uning nimasiga ixlos qilasan?" dedi. Oysha xonim iymon halovatini dedi va ustozining ziyoratiga oshiqdi. Shayxning huzurida parda ortida ayollar uning suhbatlarini eshitib o'tirishardi. Oysha xonim ham sekin kelib ularga qo'shildi. Bu olamda nimaiki bo'lsa haqdandir. Haqdan o'zga biror narsa yo'qdir. Toshlar, daraxtlar, qushlar, qurt-qumursqalar, hammasi biror suratga o'ralgan. Inson esa odamzod suratiga.
inson ham bu olamdan bir parchadir. Barchamiz yagona chechakning zarralarimiz. Bir inson boshqa birining qalbiga ozor bermasin. Hazratim Toptiq Emro aytganlar: ko'ngilni sindir, oyog'ingni sindir. Ur toshlarga boshingni yor, ammo ko'ngil sindirma. Ko'ngil Tangrining taxti. Tangri ko'ngilga boqdi. Ko'ngil ranjitgan kishi haqni g'azablantiradi. Modomiki ko'ngil Tangrining taxti ekan, ko'ngillarga ozor berishga emas, ko'ngillarni olmoqqa keldik, dedi shayx. Oysha xonim shayx Salimning suhbatlarini jon qulog'i bilan tinglar ekan. Ustozi unga bergan vazifani tinmay zikr qilardi. Alloh, Alloh, Alloh. Bu beozor ayol turmush o'rtog'i Soliqbekka yana avvalgidek muomalada bo'lar. Keksa qaynotasini avaylar, parvarish qilar. Humayroning ruhiy holatidan esa qattiq bezovta edi. Humayro bo'lsa hech kim bilan gaplashmas, maktabga ham bormas, dugonalari bilan o'ynamas, hattoki mehribon onasidan ham qochayotgandi. Oysha xonim u bilan avvalgidek miriqib suhbatlashishni sog'inardi. Oysha xonim ortiq sabr qilolmadi. Humayroning sog'lig'idan shubhalandi va uni shifokor psixolog huzuriga olib bordi. Shifokor Humayroni kerakli barcha tekshiruvlardan o'tkazdi. Humayro yillar davomida qo'rquv va bosim ostida bo'lgani, oxirgi bo'lgan voqeadan so'ng yillar mobaynida yig'ilgan qo'rquv kuchayib ketgani oqibatida qizaloq ovozini yo'qotgani, ruhiy holati qattiq shikastlanganini aytdi. Oysha xonimning dardlari ustiga dard qo'shildi va ichida: ona qizim, bu ko'rgiliklarga men e'tibor qilmabman-u. Sen diqqat qaratibsan-da, ichingga yutibsan-da, dedi. U shifokordan ba'zur: endi qizim gapira olmaydimi, deb so'radi. Shifokor esa: shifo Allohdan, biz albatta sababini qilamiz. Bunday holatlarda kamdan kam uchraymiz. Shu sababli aniq biror narsa deya olmaymiz, balki bugun, balki erta, balki bir oydan keyin, ehtimol bir yildan so'ng, dedi-yu ko'zlarini yerga qaratdi. Umuman gapira olmay qolishi ham mumkin. Oysha xonimning ustidan muzdek suv quygandek bo'ldi. Shifokor oxirgi so'zlarga kelganda quloqlari eshitmay qolsa edi. Oysha xonim va Humayro shifoxonadan chiqishdi. Qizaloq hissiz qo'g'irchoq kabi onasining qo'lidan ushlab ketar. Oysha xonim esa ko'zlarini farzandidan uzolmasdi. U uchun qayg'urar, kuyinar, lablari tinmay pichirlardi. Mehribon Allohim, shofiy sifating bilan farzandimga shifo ato et. Menga toqatimdan ortig'ini yuklamagin. Ostonadan kirishar ekan, Soliqbek ularni farzandidan xavotir olgan ota kabi kutib oldi. Tez-tez gapir, shifokor nima dedi? Ayol sovuq xabarni aytishga majbur bo'ldi. Soliqbek kuyinish o'rniga: odamlar endi Soliqning yakka-yu yagona qizi Soqo ekan deyishadimi? Dedi darg'azab bo'lib. Oysha xonim eri bilan gaplashish befoyda ekanini tushunib, qizchani yetaklab uyga kirdi. Humayro ichkariga kiriboq onasining qo'lini siltab qo'yib yubordi-da, xonasiga borib qamalib oldi. Humayro xonasida yum-yum yig'lardi. U beparvo ko'rinsa-da, hamma narsani tushunib, anglab turardi. Yozilmagan qog'ozdek oppoq, pokiza qalbi nafratga to'ldi. Uni shu holga tushirgan, buvisidan ajralishiga sababchi bo'lgan otasiga qo'shib, onasini ham aybdor qila boshladi. Ilgari ona va qiz tunlari bir-birini mahkam quchib uxlar. Oysha xonim qizalog'ini shirin iforini hidlab orom olardi. Endi esa Humayro xonasiga qamalib olib, na o'zi chiqadi, na onasini ichkariga kiritadi. Onasi unga vaqt kerakligini bilardi. Shu sababli sabr bilan kuta boshladi. Hali juda uzoq kutishni bilmasdi. Bu yoqda Soliqbek tug'ilib o'sgan qishlog'ini tashlab, Istanbulga ketish payiga tushib qoldi. O'z jigarbandi. Farzandining xastaligidan uyalar. Bu beozor qizaloq o'zi sababli shu ahvolga tushib qolgani haqida o'ylab ham ko'rmasdi. Shu kunlarda Humayroning bobosi qattiq betob bo'lib to'shakka mixlanib qoldi. Oysha xonim qaynotasiga chin qalbdan mehribonlik qilar, juda yaxshi parvarishlardi. Bir kuni qaynotasi Oysha xonimni yoniga chaqirib shu so'zlarni ta'kidladi. Ona qizim, siz menga kelin emas, qiz bo'ldingiz. Men sizdan mingdan ming roziman. Kunim bitganga o'xshaydi. Sizdan so'nggi iltimosim, Humayroni ehtiyot qiling. Solih uni ham o'zi kabi badxulq qilib qo'yishiga yo'l bermang.
O'zingizni ham bunchalik xo'rlatib qo'ymang. Solih nima bo'lgan taqdirda ham meni farzandim. Undan norizo emasman. Sizdek oqila ayoli sababli Alloh unga ham to'g'ri yo'lni ko'rsatishidan umidim bor. Sizlarni Allohga omonat qildim. Oysha xonim: "Yo'q, dadajon, yo'q, bunday demang, o'tinaman. Sizsiz nima qilamiz? Bizga hali ko'p keraksiz. Humayroni o'zingiz katta qilib uzatishingiz, baxtu saodatini ko'rishingiz kerak", deb tinmay yig'lardi. Oradan ko'p o'tmay Oysha xonimning qaynotasi ham omonatini topshirdi. Sevimli ayoldan keyin uzoq yashay olmadi. Bu yolg'on, foniy dunyoni tark etdi. Oysha xonim uchun endi bu hovli juda sovuq, tor va rangsiz bo'lib qoldi. Ismiga nomunosib qing'ir ishlar bilan shug'ullanadigan, barchaga tashvish keltiradigan Solihbey ota-onasining vafotidan keyin ko'pchilik kishilarni aldab, xonavayron qilib, ota hovlisini sotib, ayoli Oysha va 10 yashar qizalog'ini olib, adanini qaytmas bo'lib tark etdi. Oysha xonim esa buvijonisi bilan bo'lgan yorqin xotiralar va ustozi Shayx Salim bilan qalban xayrlashdi.